Lagerdagi Uyg'urlarni ichkari o'lkalarga yo'tkash qurilishiga oid yangi ma'lumotlar. Erkin Sidiq 2019 yili 1-oyning 9-kuni. Chet elda Xitoy davlatidagi xalqlarning diniy erkinligi va kishilik huquqi uchun kurash qiladigan Zimiston qish degan tor jurnali bor. Bu jurnalning Xitoy davlati ichida ko'plagan Xitoy fidoi muxbirlari bor. Bu muxbirlar izchil turda ichkari o'lkalarda Uyg'urlar uchun hozirlangan turmalarda ishlaydigan saqchilardan bevosita axborot egallab, ularni o'zlarining tor jurnallarida e'lon qilib kelyotidi. Yaqinda tarqalgan Sharqiy Turkistondagi bir lagerning ichki ahvoli haqidagi bir videoni shular qo'lga tushirgan bo'lib, shu videoni tarqatgan kishi yaqinda g'oyib bo'lganligi hamda Zimiston qish jurnalining yana 40 nafardek muxbirlarmi qo'lga ilinganligi yaqinda xabar qilindi. Mazkur jurnalning Lizayli ismli muxbiri o'tgan yil 17 dekabrda nihoyatda ko'p sondagi Uyg'urlarning qamalganini yoshirish uchun ular maxfiy yo'tkilinayotidi degan temada bir parcha maqola e'lon qildi. U maqolada tövandagi muhim nuqtalar bayon qilindi. Xitoy hukumati yaqinda Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari qamalgan Uyg'urlarning ichidagi 500 mingdan ortiq kishini ichkari o'lkalarga yo'tkab tarqatib etishni rasmiy qaror qildi. Buni Xeylongjang o'lkalik saqchi idorasi ishlaydigan bir xodim oshkorladi. Qiynash vositasi bilan odam o'zgartish va u ahvolni qattiq maxfiy tutish qaror qilindi. Ichkiridagi saqchi idora boshliqlariga oldi bilan yo'tkildigan Uyg'urlarni o'rinlashtirishga yer hozirlash buyruq qilindi. Bekorlangan turmalar bir qatim talto'kis yangilandi. Turmalarga 4 qat eshik, uningdan boshqa odam o'ltiradigan to'qqa ulangan bir to'qliq to'mir eshik va chaqqili bo'lmaydigan aynak o'rnatildi. Turmalar atrofdagilardan qattiq maxfiy tutilgan bo'lib, ichida yuz bergan ishlarni, masalan, odam o'ltirishdek ishlarni sirtliklarning bilishi mumkin emas. Turmadagi hamma Uyg'ur o'ltirilsa-mu sirtliklar bilmaydi. Necha o'nning turma saqchilari Sharqiy Turkistonga avatilib, u yerdagi saqchilarning lagerdagi Uyg'urlarni boshqarish va bir taraf qilish taktikalarini o'rganib keldi. Tarbiyalash sohasi Uyg'urlarni Xitoy jamiyatiga mos keladigan qilib, qaytadan yasab chiqish usullarini o'z ichiga oladi. Ishkirdagi saqchilar o'rgangan taktikalar ichida men Xitoy demaganlarga tok ulash jazosi bor. Ba'zi saqchilarning tok kaltiki ko'nrab ketganda, ular tok paliyi va tok o'rniqqa ishlatib Uyg'urlarni qiynaydi. Tok paliyining azobi tok kaltikdan jiq kuchli. Tok kaltikining toki odam terisining nervisiga o'tmaydi. Ammo tok paliyining toki odam nervisiga chiqaradi. Tok kiyimimi bor bo'lib, u odam o'ltira oladi. Uyg'urlar men Xitoy deb e'tirof qilmoqcha tokni qiynash to'xtatilmaydi. Ashunda qiynash natijasida qamalgan Uyg'urlar men Xitoy, men vatanni suyaman, kompartiya yaxshi deydigan bo'ladi. Qamalganlar ichida 70 yoshdan yuqori yoshdagilarmi bor. Qamalganlarning put qo'li bir kun 24 soat temir zanjir kishanda bog'liqlik turadi. Bu yungandimi put qo'lidagi temir zanjir kishanlar elib etilmaydi. Uyg'urcha so'zlashga yo'l qo'yilmaydi. Hamda Xitoychani o'rganib bo'lolmaganlar qattiq uriladi. Qamalganlar o'ltirganda harakatsiz o'ltiradigan bo'lib, ularni maxsus kuzatib turadigan saqchilar bor. Bu odam qiynashning bir xil usuli. Bir saqchi Xitoy hukumatining maqsadi butun Uyg'ur millatini yo'q qilish ekanligini e'tirof qildi. Uning deyishicha, qamoqdagi hamma Uyg'urlar o'ltirilsa-mu hech kim bilmaydi ekan. Zimiston qish degan jurnal o'tgan yil 27 dekabrda Uyg'urlarni maxfiy yo'tkashga oid yangi uchurlar degan temada yana bir parcha maqola e'lon qildi. Bu maqolaning xitoycha va inglizcha nusxalari bor bo'lib, men xitoychani yoki inglizchani biladigan qarindoshlarga uni bir qatam o'qib beqishni tavsiya qilaman. U maqolada tövandagi muhim nuqtalar bayon qilindi. Uyg'urlarni yo'tkash xizmatining ko'lamining cho'ngligi va murakkablik darajasi odamni cho'chitadi. Bu xizmatni ichkari o'lkalarning turmalarga mas'ul idoralari elib beryotdi. Yuqori darajalik rahbarlik organlari Uyg'urlarni Sharqiy Turkistondan ichkariga olib berishga mas'ul bo'lib, qolgan ishlarni yerlik turma organlari o'zlariga o'tkazib oladi. Andan Uyg'urlar maxsus tayyorlangan qatnash qurollarida turmalarga yo'tkilinadi. Ba'zilari maxsus tayyorlangan yerlik poyezdlarda yarim kecha bo'lganda yo'tkib etildi. Uyg'urlarning nega ketayotganligini bilib qilishning oldini olish uchun ularning ko'zlari to'siladi. Hamda saqchilarning safar jarayonida so'zlashi qattiq cheklanadi.
Uyg'urlarni o'tkazib olib turmalarga apiradigan turma saqchilari oldi bilan bir xil alayda tarbiyalashni tamomlaydi. Yo'tkalgan Uyg'urlar o'tadigan yerlardagi barliq ko'cha tashviqot taxtaylari va yo'l ismi taxtaylari elib etiladi yoki ularning usti yepib qo'yiladi. Shu orqali Uyg'urlarning nega borganligini bilib olishning oldini olindi. Uyg'urlarni yo'tkash jarayonida maxfiyatlikni saqlash birinchi darajalik muhim vazifa. Uyg'urlarning oilasidagilarga ularning ishkiriga yo'tkalganligi xabar qilinmaydi. Saqchilarning turmalarda telefonda so'zlashi butunlay cheklangan bo'lib, xizmat jarayonida ularning telefonlari ishkabda qulflaqliq turadi. Ikki turma saqchisi Uyg'urlarni yo'tkash ishi to'g'risida bir qatim paranglashib qo'yganlik uchun xizmatlardan chiqarib etildi. Turmadagilarning yashash muhiti tasvirliksiz darajada qiyin. Turmalarda yo'tkab akilingan Uyg'urlar yerlik jinoyatchilarni ayirib turdi. Yerlik jinoyatchilar kunduzi sirtqa aptab yigil chiqalaydi. Ammo Uyg'urlar sirtqa qattiqla chiqarilmaydi. Uyg'urlar turma kameralaridagi kichik o'rindiqda qimirlamay o'ltirdi. O'zaro so'zlasholmaydi. O'zaro sharat qilisholmaydi. Ularni saqchilar har vaqt kuzatib turdi. Bir Uyg'ur o'lsa, oldi bilan yerlik xalq ishlar idorasiga xabar qilindi. Ondan ular oilasiga xabar qilish qilmaslikni qaror qildi. Hozir jazo lagerlaridagi Uyg'urlarning hammasi ishkirga yo'tkab etilish xavfi ostida. Yaqinda yashi 60 va 70 dan oshgan 200 nafar Uyg'ur ishki Mo'ng'ulning Orduz turmasiga opirildi. Ishkirga opirilgan bir Uyg'ur bir yerda mashina bilan o'rik olayotgan ahvolni ko'rib, bizni mushiyaga turkim etadigan o'xshaydi deb o'ylab qattiq qo'rqib ketgan. Hozir butun Xitoy davlatiga tarqatilib so'langan barliq Uyg'urlarning ko'rayotgan kuni ana shunda. O'tgan yil 18-sentabrda Al Jazeera televizorining programma boshqaruvchisi doktor Mahdi Hassan Nuri Turkal va bir Xitoy hukumati markaziy aql ambirining Viktor Gov ismli raisi bo'lgan televizor suhbat o'tkazganda Viktor Gov hammasini qo'shganda Xinjiangda 6 yoki 7 million Uyg'ur bor dedi. Xitoy hokimiyatining davlat darajalik kadrlari bundaq cho'ng ishda o'zi xohlagancha so'zlay olmaydigan bo'lg'achqa, men bu gapni anglaganda qattiq cho'chidim. Hamda shuningdan boshlab Xitoy hukumati Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning nopusini 6 yoki 7 million tushirib qo'ymoqchi o'xshaydi deb qattiq ansirashga boshladim. Hozirgacha oshkorlangan ma'lumotlarga asosan men jazo lagerlari qamalgan yashi 15 dan yuqori Uyg'urlar va yetimlar markazlariga yig'ilgan Uyg'ur bolalarining soni hozir 3 milliondan 5 milliongacha bo'lgan aralıqda degan xulosaga keldim. Jazo lagerlaridagi aşı Uyg'urlarning ishkiri o'lkalardagi turmalarga taqitib, shu yerda o'lgich ishlatib yo'q qilish Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur nopusini 6 yoki 7 millionga tushirib qo'yish strategiyasining biri bo'lishi mumkin. Hozir ular qo'llanayotgan boshqa strategiyalarmi bor. Masalan, bu masala ustida yana ayrim to'xtalaman. Hozir chet eldagi barliq Uyg'urlar nihoyat qattiq andishaga patgan bo'lib, hozir nurg'un qarindoshlar mundaq savollarni so'rayotdi. Nima uchun Turkiya qarindoshlar hozir Uyg'ur fojiasiga sukut qilib turdi? Nima uchun musulmon dunyosi hozir Uyg'ur fojiasiga sukut qilib turdi? Nima uchun G'arb dunyosi hozir Uyg'ur fojiasiga sukut qilib turdi? Nima uchun dunyo hozirgi Uyg'ur fojiasiga sukut qilib turdi? Aslida biz eng oldi bilan o'z-o'zimizdan nima uchun chet eldagi shuncha ko'p Uyg'urlar hozirgi Uyg'ur fojiasiga sukut qilib turdi deb so'rasak to'g'ri bo'ladi. Chet eldagi bir qism Xitoy ziyolilari Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik qurilishiga norozilik bildirib, bir bayonotnoma e'lon qildi. Ammo chet eldagi Uyg'ur ziyolilari birlashib, shuncha ko'p oliy maktab o'quvchilari to'liqmi ashundoq bir ishdan birani teq chiqib bo'lolmadi. O'qigan Uyg'urlar ichida hozirmi zodin midirlamay sukut turayotgan yoki bir yoqda qarab turayotganlar xili ko'p. Shu narsa hammamizning kallasida aniq bo'lsinki, chet eldagi Uyg'urlarning 90%dan ko'pragi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy tozalash kurshiga qarshi harakat o'tmay turib, biz Uyg'urlarning boshqalarning yordam so'rash salohiyatini toplaymiz.